Ona bola sigir mana birinchi tug'ish ekan. Mana joni birinchi tug'ish ekan. Mana shoxlari, ko'zi. Jonivorniki. Lekin mol ekan, moli jon ekanda. Qip-qizil ekan onasi. Bolasi ham qizarib ketadi. Onasi qizil ekan. Buzoqchani yelinni qarasiz. Yelinchasini qarasiz. Buzoqcha bo'g'ozga o'xshaydi. Bolasi. Mana yelini 6 litr suti bor ekan, ertaga o'xsham. 6 litr. Birinchi tug'ish quloqjin tilladek mol ekan. Mana bolachasi. Bolasi o'zi onasi tengi ekan. Onasi qatori. İçine bo'g'oz deyapti buni. 5,5 oylik deyapti. 6 oylik bo'lyapti dedi. Qonda ham bolasi bor ekan. Mana jonivor. Mana egasi aylar. Joni birinchi tug'ish. Juda chiroyli mol ekan. Ko'zmunchoq ekan onasi ham bolasi. Mana kelinlari. Joni. Bunun narxini aka 35 demang, 35 desangiz buni qo'ymaymiz aka. Unda ko'nglingizdan bir 500 ming 1 million balani ayting aka. 30 ming. Tekis. Kam bor. Yana ham talashib ochib olaveringizlar. 30 million so'm kam bor. 6 litr suti bor, 5,5 oylik ichi ham bo'g'oz jonivor. Mana. Yelinlari. Mana. Ayla yelinlar. Mana. Bu yer chuvim ko'p ekanda aka bu yerda. Tutdaydi. Shuraga keladi. Tutga kelgan mana daraxt bor ekan, chuvin o'shanga tepinib turibdi. Yoshgina mol ekan. Tepmaydi, sog'ligi garantiya. Aytib o'tiribdi. 5 oy 6 oygacha sog'ligi garantiya deyapti. Bo'g'ozligi 100% ekan. Rang aytib o'tiribdi, mol. Rang aytib turibdi, sog'lomligini. Tozada. Mana buzog'i ham, sigir ham yaltillab turibdi. 30 million so'm kam bor. Telefon nomeri 97lik. Bu yana nomeringiz-a? 671 93 94. Boya ham bitta molni qo'ydik. 2 soat oldin u sotilib ketdi. Hozir mana 3 ta molini chiqaryapti aka birdan. Pul zaril uchastka olgan, o'shanga hamma molni sotyapti. Mana onasi ham, bolasi ham. Aloqaga chiqib olaverasizlar. Dehqonchilik moli uyiniki. Hozir yana 3 ta molini sotadi. Bitta bu, yana bitta katta bolaligi bor, bitta yangi tuqqani bor. 3 ta molni sotuvdi.